Assalomu alaykum, kechirasiz, savolim bor edi. Ha, gapir. Mashinani erkaklar yaxshi haydadimi, ayollar yaxshi haydadimi? Конечно, ayollar zo'r shopirdi, to'g'rimi? Mana ruchnoyi ko'tarib, necha metr yura olasan, jiyan? Hayda bo'lmaydi unaqa qilib, Ana, keling bu ruchnoyni ko'tarib 10 kilometr gapga borib kelgan bemalol, ha? Ana yana qara jiyan. Xotin tez ketyapsan, yo'lingdan tovuq chiqdi, qo'y chiqdi. Nimani bosasan? Tovuqni bosaman-da. Muchalim qo'y-ku. Ha, tovuqni bos, qo'yni bos, tormozni bosmagin. Mana yana savol, shofirni yonidagi passajir remen taqish kerakmi, yo'qmi? Ha, endi shimi tushib ketsa taqish kerak, bo'lmasa shart emas. Mana yana bittasi. Qanaqa belgi bu? Homilador deganida. Poyezd o'tib ketaversin, ha? Keyin yuramiz. Qanaqa poyezd? Bo'ldi, amaki. Bildim kim zo'rligini. Rahmat katta savollar uchun, javoblar uchun.